traktorlarni foizsiz bo'lib to'lashga olishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan ushbu videoda Sintai brendining 304 ming traktorini 2 xil variantida ko'rsatamiz. Videoni oxirida sizlar uchun bomba aksiyalari tayyorlab qo'yganmiz. Videoni ko'rishdan oldin like bosing, hamda kanalimizga obuna bo'lishingizni unutmang. Xo'p, obzorimizni boshladik. Bu traktorimiz Sintai 304 mini traktori. 30 ot kuchiga ega. 3 ta portion, oldi orqasi vedoshi, rollari gidravlika, oldi baloni 6 16, orqasi 11 24. Balon razmerlarini kengaytirib turatirsizlar bo'ladi. 60, 70, 76 hamda 80 agentlarga moslab turib kengaytirib turatirsizlar bo'ladi. Hyundai Sintai Veshi 4 dan 8 ta skorost hamda elektron tablolar bilan jihozlangan. Rollari gidravlika, shapkasini olib turib bog'larga, daraxtlarning tagiga ishlov bersalar bo'ladi. Ko'pchilik klientlarimiz uzumzorlarga bog'larga olishadi. Ancha shu ishlar uchun yaxshi sifatga ega. Traktorimiz tashqi 2 talik silindr hamda kompressorlar bilan jihozlangan. Bemalol 3 korpusli plug, chisel, xuddi shunaqa 130, 140, 150, 160 tuproq maydalaydigan frezerlarni bemalol ishlata oladi. Aravada 2 tonna, 2,5 tonna, 3 tonnagacha ham aravada yukingizni bemalol tortib beradi. Ancha yaxshi sifatga ega. Ko'p narigi traktorimiz ham Sintai 304 mini traktori, lekin bunga qaraganda ozgina jussasi, gavdasi sal kattaroq, balon razmerlari kattaroq. Oldi baloni bundan farqi, oldi baloni 750 ga 16, bunda 650 ga 16, bunda 750 ga 16. Orqa balon razmeri bir xil, lekin sal balandroq, sal kattaroq ko'rinadi, lekin bu ham 30 ot kuchiga ega. 3 ta portion oldi orqasi tortadi. Mana bunda salarka bak ham bunda pastda joylashgan, bunda tepada joylashgan, bunda pastda joylashgan hamda sal salarka bak sig'imi ham sal kattaroq bo'ladi. Hamda ikki tarafdan ham chiqadigan joyi bor, hamda sidenalari ham ancha zamonaviy. Mana ruchnoy tormozlari ham xuddi mashinaniga o'xshaydigan, hamda o'sha ancha yaxshi sifatga ega. Buni yana bitta yaxshi joyi, buni oldi balonini ham razmeriga qo'yib kengaytirib turarsangiz bo'ladi. Orqa balonni ham birga. Xo'p, bu ham xuddi shunday elektron tablolar bilan jihozlangan, hamda bunda yangiligi mana bu vom оборотлari ham alohida bitta richagda bu yoqda ko'rsatib qo'yilgan. 540 hamda 1000 оборотda, ikkalasida vom обороты 540 ga ham 1000 оборотda. Buni ham 60, 70, 76, 80 agentlarga moslab turib balon razmerini kengaytirib turatirsizlar bo'ladi. Bu ham tashqi 2 talik silindr hamda kompressorlar bilan jihozlangan. Bunda kompressori bu yerda joylashgan, orqada, bunda bu yerda pastroqda, yonida joylashgan. Xo'p. Bu ham bemalol 3 korpusli plug, chisel, orqasidagi frezerlari bemalol ishlata oladi. Ikkala traktorimiz ham hozirda yangi yil arafa bo'lgani uchun hozirda ancha arzonroq qilganmiz. Ya'ni hozir chegirma 25-dekabrgacha ham bu traktorlarimizga 5 milliondan chegirma qilganmiz. Ya'ni oldin bu sariq traktorimiz 115 million edi, hozir 110 million so'mga naqd pulga olsalaringiz bo'ladi. Bu ko'k mini traktorimiz 110 million so'm edi, 105 million so'mga naqd pulga beramiz. Foizsiz bo'lib to'lashga ham olsangiz bo'ladi. Ya'ni 55 million so'm to'lov qilib, ikkala traktorimizni ham 6 oygacha foizsiz bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Hech qanday penga jarimalarsiz 6 oygacha ikkala traktorimizni ham 55 million to'lov qilasiz. Xohlagan bu traktor yo bu traktor, xohlasangiz bu traktorimizni foizsiz rassrochkaga olsangiz bo'ladi. Alohida olaman siz mana katta traktorlar uchun frezer har xil razmerda 130 dan 220 gacha traktorga selka, plug, chisel, jatka hamma narsamiz bor. Hammasini naqd pulga kelishtirib arzonroq qilib beramiz. Manzilimiz Vohadan kelganingizda, Erkin postdan Toshkentga kirganingizda, Sergeliga burilish yo'lida o'ng qo'lda Agromach mini traktorlar do'koni, 304 mini traktorlarimizdan tashqari 404, 504 mini traktorlarimiz ham bor. Bularni ham xudo xolasa keyingi videolarda obzor qilamiz. Keyingi videolar o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Video yoqqan bo'lsa like bosing, chunki aynan siz qidirgan qishloq xo'jaligi texnikasi bizning kanalimizda bo'lishi mumkin.